Diqqat! Ob-havo ma'lumoti. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 29-martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. 30-martda kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja. 31-martda kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 29-martda 12-17 daraja iliq. 30-martda 15-20 daraja iliq, 31-martda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 29-martda 12-17 daraja iliq, 30-martda 15-20 daraja iliq, 31-martda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 29-martda 4-9 daraja iliq, 30-martda 7-12 daraja iliq, 31-martda 10-15 daraja iliq bo'ladi.